O'z hayotini o'zi boshqaruvchi yetakchi bo'lish nega bu qadar muhim? Bugun shu haqida suhbatlashamiz. Bu muvaffaqiyatdan buyuklik sari videosining ikkinchi qismi bo'lib, birinchi qismini kanalimizda tomosha qiling. Bizning madaniyatimizda ko'pincha bolaning qayerda o'qishi, qaysi sohada ishlashi va kim bilan oila qurishini ota-ona hal qiladi. Albatta, buning sababi bor, chunki ota-ona farzandidan ko'ra ko'proq hayotiy tajribaga ega. Lekin shunga qaramay, ota-onalar farzandlarini o'z hayotini o'z boshqaradigan inson qilib tarbiyalashlari muhim. Farzandlar ham shunga intilishlari lozim. Buning bir nechta sabablari bor. Birinchidan, har bir bola alohida shaxsdir. Uning qobiliyatlari ham boshqacha, qiziqishlari ham boshqacha. Shuning uchun u o'z qobiliyatiga mos yo'lni tanlab, qiyinchiliklarni yengib o'tishga va yangi marralarni zabt etishga qodir. Ikkinchidan, agar bolani mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatmasak, u boqimanda dunyoqarash bilan katta bo'ladi. U har bir masalada ota-onasi yordam berishini kutib yashaydi. Uchinchidan, zamon doimo o'zgarib bormoqda. Faqat shu davrda yashayotgan yoshlar zamon bilan birga harakat qilib, muvaffaqiyatga erisha oladi. Hayotini boshqalar boshqaradigan odamni shamol yordamida yuradigan yelkanli kemaga o'xshatish mumkin. O'z hayotini o'zi boshqaradigan odam esa dvigateli bor kemaga o'xshaydi. Bu ikki kemaning tezligi o'rtasida katta farq bor. Buni Nodiraning hayotida ham ko'rish mumkin. Nodira o'rtahol oilada katta bo'lgan. Uning onasi o'z avlodida birinchi bo'lib oliy ma'lumot olgan ayol edi. Shuning uchun farzandlari ham o'qituvchi bo'lishni istardi. Ammo Nodira tibbiyot institutiga kirishni orzu qildi. Onasi unga "Ya hammomni orzu qilibdi" deb qarindoshlar oldida hazil qildi. U qizini xafa qilishni emas, balki keyin omadsizlikka uchramasligini istardi. Lekin bu gaplar Nodiraning orzusidan qaytara olmadi. U poliklinikada farrosh bo'lib ishladi. Ish haqidan repetitorga pul to'ladi. 2 yil tayyorlandi. Natijada orzu qilgan tibbiyot oliygohiga o'qishga kirdi. Shu tariqa u o'z avlodining odatiy chegarasidan bir pog'ona yuqoriga ko'tarildi. Keyinchalik sevgan kasbida jonkuyar mutaxassis bo'ldi. Agar onasining aytganini qilganida edi, ehtimol orzu qilgan cho'qqisiga chiqa olmas edi. Balki umri davomida o'zi istamagan kasbdan norozi bo'lib yashar edi. Yodda tuting. O'z hayotini o'zi boshqarish o'zboshimchalik emas. Bu qaysarlik ham emas. O'zboshimcha odam hamma ishni o'z xohishi bilan qiladi, lekin natijasi uchun javob berishni istamaydi. Qaysar odam esa boshqalarning gapini ataylab qilmaydi. O'z hayotini o'zi boshqaradigan inson esa boshqacha yo'l tutadi. U hayotining har bir sohasi uchun mas'uliyatni o'zi oladi. U o'qiydi, o'rganadi, bilimini hayotda qo'llaydi, tajribali insonlar bilan maslahatlashadi, ularning maslahatini eshitadi, yo'naltirishni qabul qiladi, lekin oxirgi qarorni o'zi qabul qiladi. Chunki natija uchun ham o'zi javob berishini biladi. Shuning uchun keyin boshqalarni ayblamaydi. O'z hayotini o'zi boshqaruvchi yetakchi bo'lish sohasida muvaffaqiyatli bo'lish qadamlari. Birinchisi, o'ylashni yaxshi ko'ring. O'zingizni aniqlashni o'rganing. Nimani istashingizni aniqlang. O'z fikringizga, qaroringizga va maqsadingizga ega bo'lmasangiz, o'z yo'lingizni topa olmaysiz. Ikkinchidan, kattalar va tajribali insonlarning maslahatlarini eshiting, lekin qarorni o'zingiz qabul qiling. Chunki hayotingiz uchun javobgar inson o'zingiz. Uchinchidan, avval kichik narsalardan mustaqil qaror qabul qilishni boshlang. Keyin bu katta qarorlarda ham tabiiy odatga aylanadi. To'rtinchidan, o'zingizga savol bering. Men kim bo'lmoqchiman? Buning uchun qaysi fanlarni o'rganishim kerak? Qanday insonlar bilan do'stlashishim kerak? Maqsadimga yetish uchun nimalar qilishim kerak? Bu savollarga javob izlang. O'z hayotingiz uchun mas'uliyat olishni boshlang. Shunda o'z hayotingizni haqiqatan ham o'zingiz boshqara boshlaysiz. Agar bu dars sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing. Izohda bugungi xulosangizni yozing. Kanalga obuna bo'ling. Oldinda bizni yana ko'plab hayotni o'zgartiradigan boblar kutmoqda. Keyingi videoda o'zini aniqlash haqida suhbatlashamiz. Ungacha omon bo'ling.